biz eksport qilamizmi, mayiz qilishimiz kerakmi yoki eng zo'r uzum qilishimiz kerakmi, o'shalarning talabiga binoan uzumlar tayyorlashimiz kerak. Kimga mana shu turdagi avatar va boshqa amerikanskiy uzum navlari kerak bo'lsa, narxi bizda hali ham bog'larimizning 80% qismi danakli, urug'li uzum bog'lari hisoblanadi. Qo'shnimda shuna qarasam ishkomida avatar pishyapti. Qalamchani diametri 0,9-1 santimetrdan kattaroq bo'lsa yaxshi. 2,5 oy ichida ko'chat tayyor bo'lar ekan. Demak, hozir akani oldiga keldim. Aka Sunnatullo aka eng zamonaviy uzum navlarini, o'sha amerikanskiy uzum navlarini ham, boshqa uzum navlarini ham yetishtirish bo'yicha ancha tanilgan. Akada hozir mana shu yerda minglab uzum ko'chatlari bor. Hozir o'zidan so'raymiz. Aka, bu yerda hozir qanaqa uzum ko'chatlar bor sizda? Bu yerda aka, avvalo assalomu alaykum. Agrohayot obunachilari va bizning obunachilar va barcha bizni kuzatib turgan muxlislar. Aka, bu yerda asosan katta partiyada biz avatar navli uzumlarni yetishtiryapmiz. Bundan tashqari yana 3 xil nav bor. Manicure Finger, Lamborghini va erta pishar Preobrazheniya navlari. Xo'p, aka, bu holatga kelguncha bo'lgan jarayon obunachilarga qiziq. Agar qizg'onmasangiz sirlarini shu haqda aytsangiz, yo bu agar sir men ko'chat biznesimga zarar bo'lib qoladi desangiz aytmang. Aka, biz mana shu o'zimizda ham bilasiz kanalimiz bor. Bu yerda uzumchilik haqida bilganlarimizni ochiq oydin berib boramiz, ko'rsatib boramiz. Bundan tashqari o'zimiz bilmasak ustozlarimizdan so'raymiz. Ustozlarimiz o'rgatgan narsalarni biz xalqimizga o'rgatamiz. Hech qanaqa bu yerda sir yo'q. Mana hozir o'zingiz ko'rasiz, jarayonni ko'rsataman, kadrlarni birma-bir qo'yib o'tasiz. Biz noldan tayyorlashni o'zimiz ham video qilib ko'rganmiz, ko'rsatganmiz va sizga ham bir qator aytib o'taman. Men ko'chada ketyapman. Qo'shnimda shuna qarasam ishkomida avatar pishyapti. Qo'shnim bilmasidan men uni qaychi qilib qoldim shoxida. Shu ko'kartirsam bo'ladimi, mana shunaqa qilsam bo'ladimi? Endi har bir ishni avvalo halollik bilan boshlagan yaxshi. Albatta, bu hazil. Ya'ni so'ramoqchi bo'lganim, o'sha uzumdan, tokdan navdasini olib ko'paytirsa bo'ladimi deb so'ramoqchiman. Demak, bu qanday jarayonlar bo'lgan? O'sha boshidan aytib, u qachon kesiladi shox? Xo'p, aka, avval bizda bu navlar yangi kelganda defitsit, ya'ni noyob, ya'ni kam miqdorda bo'lganligi uchun biz hozir ham kam aldi. Biz buni sovuqdan ehtiyot qilib, ya'ni sovuqni ehtiyotini qilib ertaroq, ya'ni noyabr oyining oxirlarida qalamchalarni kesib olardik. Kesib olib, salafanga solib, xolodilnikka qo'yardik. Keyin buni fevral oyida olib, mana shunday stakanchiklarga ko'chat qilib ekardik. Hozirda endi ancha ko'payib qoldi. Xudo xolasa bizda ko'p. Ya'ni kimga kerak bo'lsa, arzon narxlarda bularda ko'p, bizda yo'q hali. Yo, inshaalloh. Men aka, bundan bir necha yil oldin Telegramda O'zbekiston, ya'ni O'zbekiston Telegram guruhlaridan birida ko'rgandim. O'rta Osiyo uzumchiligi degan guruh bor edi. O'rta Osiyo uzumchiligi bo'lgandan keyin O'rta Osiyo xalqlari birikib, O'rta Osiyoda mana shu uzumchilikni rivojlantirsa, bir-biriga masalan bilimlarni ulashib, o'zidagi navlarni ulashib, farqi yo'q. Mana shu O'rta Osiyomizmi hamma turkiy millat asl bir xalqmiz. Shu maqsadda biz o'zimizda tayyorladik avval ko'chatlarni va bizdan O'zbekiston xalqi ko'pchilik so'raganligi uchun mana hozirda O'zbekistonda Surxondaryo viloyatida mana shu ko'chatlarni tayyorlayapmiz. Maqsadimiz har bitta insonni, havas qilgan insonni uyiga mana shu yangi navlar kirib borsin va bizda ham shu O'rta Osiyoda uzumchilik rivojlansin. Mana shunaqa jahon bozori talab qiladigan navlar, katta bog'lar yaratilsin degan maqsadimiz shu. Qalamchani avval shoxdan, ya'ni daraxtdan kesib olinadi. Nechta kurtak, nechta yoki necha santimetr qoldirib qalamcha kesib olamiz? Biz hozirda qilayotganimiz 3 ta 4 ta ko'z bo'ladi. Agar professional ko'chatchi bo'lsa boru, bitta ko'zni ham ko'kartirsa bo'ladi aslida. Lekin ko'chat sotib olgan odamga nima bitta ko'chat, mana shu ko'zni sotib oldimmi degan nima bo'ladi-da bizda. Ya'ni bundan tashqari 4 ta 3 ta ko'z tanlashimizga sabab, ikkita ko'z tomirlaydi, tomir baquvvatroq bo'ladi. Bundan tashqari tepadagi ikkita yoki bitta shox ko'karadi. Keyinchalik bu o'sib, o'zini eplab olgandan keyin bitta shoxni olib tashlasa ham bo'ladi. Keyin o'sha qalamchalarni avvalo ko'chatga mos
novdalarni kesib olishdan boshlanadi, ko'chat olish. Xo'p. Ya'ni har qanday novda ham bo'lmaydi. Asosan 1 yillik novdalar ko'chat uchun olinadi E'tibor beramiz, 1 yillik novdalarni va ko'chat uchun kesamiz ekan. qalamchani diametri 0,9-1 santimetrdan kattaroq bo'lsa yaxshi. Qalinroq. Ya'ni ingichka novda juda qalamday bo'lsa, ular ham ko'karadi, yaxshi, lekin tomir oltishi bularda Rivojlanishi baribir sustroq bo'ladi. ularda ingichka novdalarni payvand uchun qo'llasa bo'ladi. Keyin qalamchalarni kesib olib kelgandan keyin buni tagini, ya'ni pastki ko'zini 1 santimetr 0,9 millimetr kesib, tagidan pichoq bilan atreska biz o'zimiz o'ylab topganmiz, arrada tilib qo'yamiz pichoqda o'tirmasdan. Keyin tilib qo'yib, karnavinli suvga, ya'ni karnavin tomirni rivojlantirishga yordam beradi. Oddiy parashok. Hamma do'konlar, agro do'konlarda bor. O'sha parashokdan foydalanadi. Ya'ni parashokdan, ya'ni 5 grammlik bo'ladi, 5 litr suvga qo'shadi. Mana shu tayyorlagan qalamchani tag qismini 2-3 santimetrni o'sha qorishmaga, ya'ni o'sha aralashma suvga botirib qo'yiladi. Botirib, o'sha suvda 10-12 soat davomida Ana turadi. haligi limon ko'chatchilar ham shunaqa qilardi, adasish bo'lsa, limon qalamchi. O'ziga o'shani pitatsiya qilib oladi. Keyin uni olib biz yashiklarga torfga ekamiz. Avvaliga biz biogumsga qilib ko'rdik, lekin biogumsdan ko'ra torfda effekti yaxshiroq bo'ldi, namni ko'proq ushlab berdi. Hozirda torfga qilamiz. 15-20 kun davomida tagi issiq bo'lishi kerak, to'pli pol qo'yamiz. 29-30 gradus issiqlikda mana shu qalamchalarimiz 15, uzoq 20 kun davomida tomir chiqaradi. Kalus o'zidan chiqarib, oq tomirlar chiqaradi. Bundan keyin uni olib, tabiiy turpoq, mana shu ko'rib turganlaringiz tabiiy, hech qanaqa ximiya yoki o'g'it, biron xil go'ng yoki dori qo'shilmagan. Oddiy tabiiy chirigan qora turpoqqa stakanlarga to'ldirib shuni ekamiz. Ekib, mana ko'rib turganingizdek, tiplisani ichiga polkalar qo'yib, ya'ni zaxdan balandroq qilib terib chiqqanmiz. Mana shu holatda uzog'i 20 kun yoki 25 kun davomida ko'chatlarimiz bu holatga kelgandan keyin yana tayyor bo'ladi. Deyarli 2,5 oy mana shu ko'chat tayyorlashga vaqt ketadi. 2,5 oy ichida ko'chat tayyor bo'lar ekan. Keyin aka yana bir narsa, hozir bilamiz, boshqa daraxtlarda ham mana shunaqa tuvakka oldindan bo'lgan, lekin uzum ko'chatlarni stakanlarga olish endi ya'ni urfga aylanyapti, ommalashyapti. Buni afzalligi shundaki, istalgan yilni mavsumida eksa bo'laveradi. Ya'ni hali yer bundan mustasno. Boshqa vaqtlarda eksa, chunki turpoq o'zi bilan. Boyagi in vitro ko'chatlar ham shunaqa. Yilni istalgan paytda ekish mumkin. O'shanaqa. Avatar uzumini zamonaviy navlarda ko'pchilik biladi. Bilmaganlar uchun bir bor bu navni boshqa navlardan ustunligi haqida ozroq gapirib bering endi. Bu navda aka bizdan hozir katta bog'lar qilinmadi shu paytgacha. Bo'lmasa mana shu birinchi bizga Tojikistonga G'ulom aka olib kirgan mana shu navni. Keyin asta-asta mana O'rta Osiyoga tarqalib ketdi. Va mana shu navda katta bog'lar bo'lmaganiga sabab men o'ylayman, avval sinalmagan navda. Ya'ni bu haligi o'zimizning mahalliy navlarga o'xshagan bozorgir bo'ladimi? Bizda iqlimga ikkilanish bo'lgan odamlar. Ya'ni bizda iqlimga, ob-havomizga to'g'ri keladimi, tabiatimizga. Keyin mayz qilsa bo'ladimi? Bu shunaqa savollar ko'p edi. Ya'ni ba'zida boshida ba'zi dehqonlar ham yo bu bo'lmaydi, keyinchalik yo'qolib ketadi, o'zimizning Husayni qoladi dedi. Lekin baribir bozor talabi aka, Yevropa, ya'ni bozor, katta jahon bozori nimani talab qilyapti? Biz o'shani chiqarib berishimiz kerak. Yevropa, jahon bozori bugungi kunda urug'li uzumlardan, danakli uzumlardan sekin asta voz kechyapti. O'sha urug'li danakli uzumlar o'sha peshtaxtalarning tagiga tushib qolyapti, ya'ni eng arzon joylarga tushib qolyapti. Statistikaga murojaat qiladigan bo'lsak, yildan yilga O'zbekiston uzum eksportida ko'rsatkichlari pasayib ketyapti. Chunki bizda hali ham bog'larimizning 80% qismi danakli, urug'li uzum bog'lari hisoblanadi. Yana ozgina qo'shimcha qilaman yana. Jahon bozori iste'molchilarining fikrini o'rganish bizga nimaga kerak? Biz nima maqsadda ekyapmiz uzumni? Maqsadimiz bog' qilib eksport qilishmi? Demak, biz o'sha ularning fikrini hisobga olishimiz kerak. To'g'ri, o'zimizning uzumlar mazali, eski navlar zo'r deyishingiz mumkin, lekin siz buni birma-bir singdirib chiqa olmaysiz odamlarga. O'zingiz uchun, oilangiz uchun bo'lsa, o'sha o'zingizning fikringizni sobit qolsangiz ham bo'laveradi, lekin zamonaviy navlarga ham o'tish kerak.
o'sha eski narsalar zo'r deb hali ham ot aravada yurilmaydi. Shu zamonaviy texnikalarga o'tilgani sari mevalarda ham seleksiya yildan yilga rivojlanib ketyapti. Bu nav GMO emas, genetik o'zgartirilmagan o'sha seleksiya natijasi hisoblanadi. Endi aka, bu gap bilan biz o'zimizni mahalliy navlarga negativ qilmoqchi emasmiz. Albatta Bizda navlarga yetadigani yo'q. Mazasi bo'yicha, boshqa narsalar bo'yicha o'zimiz uchun-da u. to'ppa-to'g'ri. Lekin jahon bozoriga chiqqandan keyin ularga qiziq emasdi. Biz eksport qilamizmi, mayiz qilishimiz kerakmi yoki eng zo'r uzum qilishimiz kerakmi? O'shalarni talabiga binoan uzumlar tayyorlashimiz kerak. Xuddi shunday. Shunday ekan, Bu mana aka 5 yil davomida bu sinovdan o'tdi. Bu aka mana bu yil 5-yil bu sinovdan o'tdi. Ya'ni bizda iqlimga to'g'ri keldi. Hosildorligi zo'r. Qarovi boshqa uzumlar qanday qaralsa, xuddi shunday qaraladi. ortiqcha mehnat, ko'proq mehnat talab qilinmaydi. Shunday. Undan tashqari mayiz qilsa bo'ladimi degan savollarga javob berdi. Lekin endi 1 kilosi 150 ming, 200 ming turadigan uzumdan mayiz qilmaydi-da, birov. Ha, Barra svejiy holatda deydi-da. shunday. Keyinchalik masalan kimdadir shunaqa fikr bo'lsa, keyinchalik baribir arzon bo'lib qoladi degan fikr bo'lsa-da, arzon bo'lgan taqdirda ham buni mayiz qilib sotish mumkin-da. Ha. Mayizi ham mana Xitoyda $16. Ha. Hozir mayizi. Mayiz ham boyagi uzumga qiyoslab aytish mumkin. Mayizni ham o'zlaring bilasizlar, eng qimmati o'sha urug'siz mayizlar bo'ladi. Bu ham o'sha aytganimizdek urug'siz. Bozor talabi endi shunaqa do'stlar. Yana nimalar qo'shimcha qilsak bo'ladi Sunnatullo aka? Demak, buni ekdik. O'sha bahordan ekishni boshlasak bo'ladi, mart o'rtalaridan moslashtirib. Xudo xolasa qachon hosilga kiramiz keyin? Bu aka ko'rgan bo'lsangiz ba'zilarini hosili bilan chiqqan, Aha. hosili bor. Lekin buni hosili bu yilcha bizga kerak emas. Baribir olib tashlayman men buni, chunki quvvat Qishda topib qo'yadi. qo'yadi. Bu ko'chatimizga yaxshi, asosan yangi niholga suv ko'proq talab qiladi. Aslida uzum ko'p suv ichmaydi. Ha. Lekin yangi niholligida suvni ko'proq talab qiladi. Suvni ta'minlab tursak, tagini yumshatib, o't har xil begona o'tlardan himoyalab tursak, shu bu yil tepaga valishga chiqarib olinsa, keyingi yilga nishona beradi. Ya'ni to'liq hosil qilmasa-da, ya'ni qanaqa uzum davligini bilasiz. 3-4 boshdan. Qaranglar. Bu degani ham olib ekib qo'ysam bo'ldi, keyingi yil hosilga kiradi emas. O'sha barcha agrotexnik tadbirlarni to'g'ri amalga oshirib, to'g'ri qarab olsak, xudo xolasa keyingi yil nishona beradi. O'sha 3-4-yillardan keyin o'sha massiviy ob'yomga kirsa bo'ladi. Keyinchalik katta daraxt bo'lgandan keyin bunga doimiy suv shart emas. Uzum suvni yomon ko'radi. Katta tok daraxti uzumni o'zi suv kirishdan boshlab suvni yomon ko'radi. ichiladi. Kimga mana shunaqa eng noyob turdagi avatar va boshqa amerikanskiy uzum navlari kerak bo'lsa, telefon nomerlarini mana shu yerga qoldiryapmiz. Akaga telefon qilasizlar. Manzilimiz, tushuntirib oling manzilni. Manzilimiz Surxondaryo viloyati Uzun tumanida. Telefon raqamlarini qo'yamiz. Kim O'zbekiston bo'ylab aka 12 ta viloyatga, istalgan viloyatga yetkazib beramiz yani. Bu videoni akalar linkini olasizlarmi, boshqa qilasizlarmi, Telegramda tarqatasizlarmi? O'sha iloji boricha fermer dehqonlarga yoki mana shu uzumchilik bilan shug'ullanadigan odamlarga yoki o'sha eski hali ham uzumdan yaxshi daromad ololmayotgan eskirgan bog' egalariga yuborib qo'ysalaring, nasib qilsa manfaatli bo'ladi. Biz o'sha aytganimiz eski bog'larni ham butkul yo'qib ketishni istamaymiz. Oralariga qo'shimcha qilib, to'g'rimi? Yangilasa bo'ladi. Oralariga qo'shimcha qilib, yangilab natijasini ko'rib, balki keyin общий shu uzumdan qilib keyin ko'rsa ham bo'laveradi. Ya'ni yangilikka bugun intilishimiz shart. Qarang, Sunnatullo aka, bu yerda aytdingiz, asosan bu yerda minglab ko'chat bo'lishiga qaramasdan asosan avatar dedingiz. Qolgan navlar nimaga kam? Sabab nima? Endi asosan hozir aytib o'tganimdek bu sinovdan o'tgan, o'zimiz hosilni olib hamma tajribani qilib ko'rganmiz ustida. O'shaning uchun asosiy e'tiborni shunga qaratdik. Bundan tashqari urug'siz Lamborghini navimiz ham bor. Bundan ham ozgina assortiment uchun qilib qo'yganmiz. Manicure Finger bilan Preobrazhenie ular urug'lik. Lekin bozorimizda chaqqon, narxi yaxshi. O'shaning uchun undan ham qildik. Tashqi tuzilishi baribir ajoyib, qiziq tuyuladi odamlarga. Bundan tashqari aka, mana shular ko'rib turgan navlaringizdan tashqari 15 xil yangi navlar bor. Ular hali tajriba bo'lyapti. Xudo xolasa o'zimiz ko'nglimiz xotirjam bo'lsa, xalqqa taklif qila olsak, keyin ko'chatlarni tayyorlaymiz, xudo xolasa. Aka, to'g'risini aytaman, ko'p yillardan mendan ham oldin blog ochishgan, o'sha YouTube'larda ko'rganmiz. Boshqa ijtimoiy tarmoq, o'sha TikTok davrida ham ko'rganmiz akani. Aytmoqchimanki, o'sha rostdan ham o'zlari ishonch hosil qilib, keyin qolganlarga tavsiya qilishadi. O'shaning uchun chaqirishganda oldilariga keldim. Aytmoqchimanki,
nasib hamma sekin asta zamonaviy bog'lar tashkil qilib aqlli texnologiyalarni yo'lga qo'ysak, zamonaviy uzumlarni, zamonaviy boshqa navdagi mevali ko'chatlarni eksak ham hammaga manfaatli bo'ladi. Demak, barchaga rahmat. Telefon raqamlarini qoldirdik. Bitta like bosib qo'yamiz videoga va albatta tanishlarga ulashib qo'yishni ham unutmaymiz. Aka, agar shu yerda videoni to'xtatsangiz, muxlislar sizni so'kishadi. Nimaga so'kadi? Nima xato? Sababi narxini aytishingiz kerak. Biz hech nimani aytganimizdek yashirmaganimiz singari kecha narsalarni o'shani qo'yib yuboraman. Narxini ham hech ham yashirmaymiz. Xo'p. Narxi qancha ekan? Xo'p, ayting. Narxi aka, avatar navimiz 25 ming so'm. Bu agar kimdir katta bog'lar qilish niyatida oladigan bo'lsa, ya'ni 1000 tadan ko'p oladigan bo'lsa, ularga kelishtirib beramiz, ya'ni arzonroq qilib beramiz. Akalar, mana shu joyda bitta narsa aytib beraman. 2-3 yil oldin mana shu holatda 200 ming so'mdan sotishgan. Adashmayapmanmi? Shunaqa narxlar ham bo'lgan, to'g'rimi? Endi ko'payyapti. Endi tabiiy narx ozgina tushadi. Kam olganda mana kam olsalar 25 ming, ob'yomga qarab narxi yana pasayib boraverar ekan. Endi men umid qilamanki, so'kishmaydi. Iloji boricha xalqqa yengil bo'lsin. Bog' qilaman degan odam bemalol murojaat qilaversin. Ya'ni u qimmat ekan, kuchim yetmaydi degan narsa bo'lmasin akalar. Bemalol murojaat qilaveringlar. Muomala qilib, chiroyli qilib beramiz. Kimga mana shu turdagi avatar va boshqa amerikanskiy uzum navlari kerak bo'lsa, narxi aytib o'tildi, bemalol qo'ng'iroq qilinglar.